Farg'ona shahar kirgili mavzesidan Azod bansani orqasidan sizga 2 sotixli shunaqangi 2 qavat qilib solingan. Mana shu qora suvoqda tursa ham ko'rinishidan qarang, bahaybat ko'rinib turibdi. Mana bu asosiy darvozaxonadan kirishingizga bitta yopiq garaj qilingan. Garajda 2 ta mashina sig'dirsangiz bo'ladi. To'g'rida bitta yozda oilaviy o'tirgani bitta so'rilarni qo'yib olsiz, aytam bitta joy tashab ketilgan. Xoling yozgi kuxni qilib oling. Bu xonadonimizning tagida o'zining podval qismi ham bor. Hop 2 qavat qilib solingan, gaz bilan suvni eshik tagidan o'tgan, olib kirib olsangiz bo'ldi. Svetda elektromontajlarni qilib qo'yilgan. Tashqi tomoni qora suvoqda bo'lgan, mana panoramli oynalargacha bor. Tashqi tomonda mana hojatxonalargacha joy tashab ketilgan. 100% pishig'ishda qirilgan. Asosiy darvozaxonadan kirishimiz chap qo'lda asosiy xotimizdan kirsak, birinchi qavatimizda 3 ta xona, bitta sanuzelga joy tashab ketilgan. Ikkinchi qavatimizda 4 ta xona, 2 ta sanuzelga, bitta общий sanuzel, bitta xonamiz ichida, spalnining ichida o'zini sanuzelga joy tashab ketilgan. 100% to'liqligicha pishig'ishda qurilgan. Xo'p, narxini 86 mingga baholashyapti. Endi siz kelib ko'ring, sizga yoqadigan joy bo'lsa, yana ham narxini arzon qilib tushib beradigan joy bor.